Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Rahmat. Meni esladingizmi? Hamon go'zal, lobar, maftunkor qizlarni bittada eslayman. Rahmat. Lekin sizni eslamadim. Sohiba yaxshimisan? Menga bitta ovozli xabar jo'nat. Ovozing bilan, shiralik bilan ajoyib seni ovozini eshitib mazza qilaman-da, eshitib yuraman-da zerikkanimda iltimos. Men ovozimni har kimga eshittiradigan to'poy qizlardan emasman. Ikkinchidan, nomahramlarga umuman ovozimni eshittirmayman. Men eshittirsam bor-ku, faqat turmush o'rtog'imga eshittiraman ovozimni. Mana. Juda to'g'ri gapirdingiz. Turmushga chiqmaganmisiz? Yo'q, hali qiz bolaman. Masalan, kimga erga tegishni xohlaysiz? Menmi? O'lgan arvoh yer tanlamaydi. O'tirgan qiz yer tanlamaydi. Sizga nimalar jag'adi? Menga ko'proq uy hayvonlari yoqadi. Mol, qo'y, mol boqishga qiziqaman. Molga mehrim bo'lakchi. Rostdan. Ay, meni tog'am bor-ku, har kuni molsan deb chaqiradi.